Yozning jazirama kunlarida har bir yo'lovchining salqin va qulay harakatlanishi muhim. Shu bois ko'pchilik yo'lda yurish uchun yengil avtomobilni afzal ko'radi. Biroq bugungi kunda Samarqand shahridagi jamoat transportlari ana shunday qulayliklarni yo'lovchilarga taqdim etmoqda. Men ishlayman har kuni, avtobus qulay, konditsionerlar ishlaydi, avtobusda kelib ketaman. Oldindan qatnarmidingiz yoki bo'lmasam sharoit yaxshi bo'lgandan keyin boshladingizmi qatnashni? Anchadan beri qatnayman. Hozir juda qulay. Issiq, u avtobuslar juda qulay emas edi. Ostanovkalarda ko'p to'xtab qolardi. Odam to'lgancha kutib to'xtamaydi bular. Siz mindirib haydaydi, to'xtab turmaydi, odam kutib turmaydi. Yaxshi, hammasi qulay, salqin. Necha yildan beri faqat shu avtobus bilan qatnayman. Unaqa odam zich emas. Zo'r sharoitlar. Avvalgidan ancha yaxshi, taksidan yaxshi. Hamma vaqt yaxta. Taksidan tez borasiz manzilingizga. Bugungi kunda shaharda harakatlanish yanada osonlashmoqda. Zamonaviy avtobuslar, aniq jadval asosidagi qatnovlar va bekatda uzoq kutishga hojat qoldirmayotgan tizim yo'lovchilar uchun katta qulaylik yaratmoqda. Ayniqsa yozning issiq kunlarida salqin avtobuslarda manzilga yetib borish ko'pchilikning e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Avtobus o'z vaqtida keladi, manzilimizga tez yetkazadi. Avtobus narxi arzonlashgan hozirgi kunda, raqamlashtirilgan holda karta orqali ishlayapti. Samarqand viloyatida jamoat transporti tizimini rivojlantirish bo'yicha ishlar izchil davom etmoqda. Bugungi kunda viloyatda 256 ta yo'lovchi tashish yo'nalishi mavjud bo'lib, ularda 2123 ta transport vositasi aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. E'tiborlisi, ularning qariyb yarmi zamonaviy avtobus va elektrobuslardan iborat. Transport qamrovini yanada kengaytirish maqsadida yil boshidan buyon tuman va qishloqlarni markazlar bilan bog'lovchi 5 ta yangi shahar atrofi yo'nalishi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, 823 ta mahalla jamoat transporti bilan qamrab olinib, qamrov darajasi 77,4% ga yetkazildi. Jamoat transporti parki ham bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Toshkentda ishlab kelganman bu yerga. Toshkentning avtobuslaridan orqada qolmaydi. Xalqimiz mamnun. Avvalgidek Ostanovkada soatlab turish holatlari hozir umuman yuzaga kelmaydi, chunki hamma narsa o'z vaqti bilan brutto asosida o'z vaqtida buyuriladi. Bugungi kunda avtobuslar harakatini kuzatish ham ancha oson. Avtomobil ilovasi orqali yo'lovchilar avtobusning qayerdaligini real vaqt rejimida ko'rish, safarni oldindan rejalashtirishi va bekatda ortiqcha vaqt kutmasdan yo'lga chiqishi mumkin. Transport infratuzilmasini rivojlantirish ishlari ham davom etmoqda. Hozirda viloyatda bitta avtovokzal, 19 ta avtostansiya va 1136 ta avtobus bekati faoliyat yuritmoqda. Joriy yilda Samarqand tumanidagi O'zbekkent mahallasida yangi Favori avtostansiyasi foydalanishga topshirildi. Yil yakuniga qadar yana bir avtostansiya qurilishi, bittasi rekonstruksiya qilinishi hamda 25 ta avtobus bekatini qurish va ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan.